يوم تجس كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول. nima degani? Yawma tajsu kullu umma. Qiyomat kunida hamma ummat tiz cho'kkan holda bo'ladi. Fi dayajiril mulimma. O'ta alamlik, o'ta qorong'u kechada o'tiradi. Lis-suali anil muhimma. Ular muhim savolni kutib o'tirishadi. Hal ajabtumur rasul. Payg'ambarga ijobat qilganmidilaring degan savol bo'ladi qiyomatda. Ana shu savolga tayyor turishimiz kerak. Ha, payg'ambarga ijobat qilgan edim, xato kamchiliklarim bor, payg'ambarni yaxshi ko'rgan edim, unga ergashgan edim degan javobga tayyor bo'lib borishimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.